Hop, keyingi videomiz shu balonni shishkasini qaytarib olishga olib qoldik. Bu Nexus 8 da yurgan balonimiz. Shishkasini qaytaramiz. Shishka joyi ham bitdi. Ichidan ozgina trosini ham uzib qo'ygan ekan. Xudo xolasa shuni qaytarib bitirib beramiz. Ichki qismini ham ko'rsataman. Ana ichki qismi. Mana tros uzilib shishga beravergan. Shu balonni xudo xolasa shishkasini qaytaramiz. Alloh nasib qilsa cho'tka qilib egasiga qo'yib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, shishkasi bo'lmagan balonlarga qaytarib beramiz. Shishkada yuradigan tanishlarga videoni jo'natib qo'yaverasizlar xudo xolasa. Boshladik. Mana bunaqa chaqlab oldik. Endi siri rezinadan kesib olib, shu yerga bitta qo'yib yuboramiz. Bu jiplab bir-biriga yopib turadi. Keyin mana bunaqa kent oltini ichidan chiqadigan farga zarani ustidan qo'yib bitta pechga qo'yib olamiz. Mana pechkamiz, pechga qo'yib olamiz. Buni qo'yganim sababi oldingi videolarimni ko'rgan bo'lsangiz, shishka qaytaraman eplasha olmagan. O'shaning uchun videoni mana shunaqa shinamator ustalariga ham tashlab qo'ysanglar, o'rganib keyingi safarga sizga parod bo'lmasa ishlarni bitirib berishadi. Bu 10 minut pechkada qizdirib olamiz. Hop, pechkaga bosib oldik. Xudo xolasa bu yog'ini chaqlab latkasini yopishtirsak bo'ldi, Alloh nasib qilsa. Hop, balonni chaqlab oldik. Xudo xolasa endi kilayini surib latka yopishtirsak balonimiz tayyor. Kilayini surib oldim. Xudo xolasa bir 15-20 minutlarda tayyor bo'ladi. Latka yopishtirsak balonimiz tayyor, Alloh nasib. Hop, latka yopishtirgan paytimiz keldi. Mana xudo xolasa latkasini yopishtirib balonni tayyorlaymiz. Hop, balonimiz xudo xolasa mana tayyor bo'ldi. Ichlarini artib surtib, mana bunaqa qurumlarni tushirib, tozalab qo'yib beramiz. Alloh nasib qilsa ideal bo'ldi, xudo xolasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, kommentariya yozsanglar, xudo xolasa telefon nomer tashlab beramiz. Shu telefon bilan bog'lanib ko'rsanglar bo'ladi. Videoni shunaqa shisha qaytara olmaydigan yoki shisha qaytarishga urinib ko'rgan tanishlarga yoki shishka balonda yuradigan tanishlarga tashlab qo'ysanglar, xudo xolasa ancha ko'p odamga foydasi yordami tegadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bitta like bosib, obuna bo'lib, videoni tarqatib qo'ysanglar, xudo xolasa ancha manfaatli ish bo'ladi. O'sha yerdan tozalab oling ichlarini. Xolasa cho'tga chiqdi. Yo'llaridan ham olaylik ham shishga qaytgan joylarini. Shishkasi qaytgan joyi bu. Bemalol ko'rsatib beraman.